روزېتونىڭ سىرى ۋە ئۇيغۇرلار. روزېتو بازىرى ئامېرىكىنىڭ پېنسىلۋانىيە شتاتىغا جايلاشقان kichik bir bozor bo'lib, bu yerdagi kishilar İtaliyaliklarning avlodi edi. İtaliyaning Rozeto deydigan tog'liq yezdan ko'chib kelgan bu kishilar o'z yurtining ismini bu yerga qo'yib, Rozeto bozorini shakllantirgan. Bu bozorni alayda qilgan narsa bu yerdagi kishilarning uzun umr ko'rishi bo'lib, bu bozorda yashaydigan kishilarning ichida 100 yoshdan oshganlar xeyli ko'p edi. Rozetoliklarning sog'lom uzun umr ko'rish hodisasi keyincha maxsus tadqiqotlarga sabab bo'lgan bo'lib, Rozeto hodisasi deydigan atalg'ularma barliqqa kelgan. Sog'lomlik va uzun umr ko'rish hamma odam orzu qiladigan ish bo'lg'achqa, rozetoliklarning uzun umr ko'rishdagi siri Amerikada nurg'un kishilarni qiziqtirgan va xeyli bir mezgil davom qilgan Rozeto qizg'inligiga sabab bo'lgan edi. Rozetoliklar uzun umr ko'radigan sog'lom kishilar bo'lib, odatda bu kishilar orasida yurak kasali, diabet degandek kasalliklar yo'q deyarlik edi. 1950-yillardan boshlangan Rozeto qizg'inligi davomida nurg'un tadqiqotchilar va doktorlar rozetoliklar ustida uzunga so'zilgan tadqiqotlarni elib borgan edi. Hatto rozetoliklarning uzun umr ko'rishining siri haqida kinolarmi ishlangan edi. Dastlabda tadqiqotchilar rozetoliklarning uzun umr ko'rishidagi siri ularning yemak-ichmak odatida deb qarab, ular yeydigan hamma narsalarni inchiklik bilan tekshirgan. Rozetoliklarning yemak-ichmaklari va yemak-ichmak odatlari Amerikada o'ltiraqlashgan boshqa italiyaliklarninkidan ko'p farqlanmaydi. Ular mayliq va tatliq narsalarni, go'sht, yog', xemir turdagi narsalarni ko'p yeydi. O'zlari ishlagan vino va boshqa aroqlarni ko'p ichatdi. Tamaki chekish umumyuzlik ahvol edi. Yig'ib aytganda, ularning yemak-ichmak odatlari hozirgi zamonda sog'lom deb qaralgan yemak-ichmak o'lchamlariga faqatla tushmaydi. Rozetoliklarning iqtisodiy ahvoli bakla oddiy bo'lib, alayda ozuqlanadigan ahvolmi yo'q edi. Yemak-ichmaklarmi atrofidagi boshqa kishilarninkidan alayda farqlanmaydi. 100 yoshdan oshgan kishilarning ko'pinchisi to'limi oddiy-sodda turmush kechiradi. Rozetoliklarning yemak-ichmaklarida alayda bir sirni bayqay olmagan tadqiqotchilar rozetoliklarning Italiyadagi asli yurtiga berib tekshirish elib borgan. Italiyadagi rozetoliklarning yemak-ichmakidami alayda bir maxfiyatlik yo'q edi. Tadqiqotchilar rozetoliklarning gen tipi alayda bo'lishi mumkin. Shunga ular sog'lom va uzun umr ko'rishi mumkin deb qarashgan bo'lsa-mu, bu vaqtda qoyil qilarliq isbot topolmagan. Rozetoliklar alayda shifoliq yemak-ichmakliklarni yemay, ichmay turib, yana kelib hozirgi zamonda kasal paydo qiladi deb qaralgan go'sht, yog', tatliq va mayliq yemakliklar, tamaki qatorliq ziyonliq narsalar bilanmi kasal bo'lmay uzun umr ko'rib yashagan. Buning siri zodi nada? Tadqiqotchilar toki yaqinqi vaqtlarga qadar buningga qoyil qilarliq ilmiy javob topolmagan. 1955-yildan 1961-yilgacha Oklahoma universitetidagi doktor Stewart Wolf rozetoliklarning ijtimoiy qurilmasining sog'lomlikqa ko'rsatadigan ta'siri haqida tadqiqot elib borgan bo'lib, uning tadqiqot maqolasi Amerika meditsina jamiyatining jurnalida e'lon qilingan edi. Doktor Stewart ayni vaqtda o'zining tadqiqot xulosasida rozetoliklarning uzun umr ko'rishining siri, ularning 3 avlod bir o'gizi ostida shod-xuram yashaydigan turmush shaklida deb hukm chiqargan bo'lsa-mu, kishilar uningga ancha parvo qilishmagan edi. Oradan 55 yil o'tganda Pensilvaniya shtatidagi Aston doktorxonasining doktori Maish Krishnamurtining tadqiqot natijasi doktor Stewart Wolfning ayni vaqtda chiqargan xulosasining mutlaq to'g'ri ekanligini isbotlagan. Rozetoliklar o'zlarining asli yurti bo'lgan Italiyadagi Rozeto yezisining turmush shaklini o'z peti ko'chirib kelgan bo'lib, Amerikaga kelgandan keyinmi Italiyadan birga elib kelgan qimmat qarshi bilan yashagan. Ularning qimmat qarshi ularning ana shundoq inoq, ittifoq, mehr-muhabbatlik xarakterini 3 qavatlik an'anaviy uylarda 3 avlod xo'shal-xuram yashaydigan bir turmush shaklini barpo qilgan. Rozeto bozoridagi hamma odam bir-birini taniydi. Har kuni degidek salomlashadi.
Her yakshanba cherkovlarda jam bo'ladi. To'y to'kin, nazar chiroqda cho'ng kichik hamma birga bo'ladi. Cho'nglarni hurmatlash, kichiklarni izzatlash bir urf odat edi. Qo'shnilar bir-birini yo'qlab tamoq sunishib turadi. Hayit bayramlar bütün kishilar qatnashgan holda dog'dug'uluq tabriklanadi. Kishilar bir-biriga mas'uliyatchan bo'lib, sirtdan biror inson bu bozordagi biror kishini bo'zaq qila olmaydi. Normal uylar 3 qavatlik an'anaviy uylar bo'lib, birinchi qavatda cho'nglar, ikkinchi qavatda ularning bolalari, uchinchi qavatda navirlar bo'lib, 3 avlod kishilar birga yashaydi. Cho'ng o'g'il varis bo'lib, ota-onasining holidan xabar oladi. Bundaq inoq, ijil, xo'shal xotirjam turmush ularga sog'lom hayot va uzun umr baxsh etgan edi. Gerçi ularning xeyli ko'plarining turmushi bakla oddiy-soddiy bo'lsa-mu, ularning xo'shal yashashiga ta'sir ko'rsatilmagan edi. Ular kichikina ishlarga xo'shal bo'lishni, o'zlarida bor bo'lgan narsalarni qadrlashni va hayotdan minnatdor bo'lishni biladi. 1980-yillarning oxirlariga kelganda Rozétoliklar o'zlarining qimmat qarashlarini yo'qotib, boshqa amerikaliklardan farqlanmaydigan bo'lib qolgan. Shuningga ergishib, ularning sog'lomlikdagi mo'jiza xarakterlik aloyidliklarimi tamoman yo'qolib, ularning o'tirchi umri boshqa kishilardan farqsiz bo'lib qolgan. Uyg'urlarning vatani 1980-yillargacha dunyodagi 4 cho'ng uzun umr ko'rish rayonining birisi bo'lib, Uyg'urlar ichida 100 yoshdan eshib umr ko'rish odatdagi ahvol edi. Xitoyning qadimi yetmagan yezilar bulg'unishdan xoli va tabiiy holatda bo'lib, Uyg'urlar o'zlarining 1000 yillab davom qilib kelgan qimmat qarshini qo'g'dab, ma'naviy va jismoniy jihatlardan sog'lom yashaydi. Uyg'urning sog'lom, uzun umrlik va sifatli bo'lishini ba'zi tadqiqotchilar Sharq Turkistonning esil, tabiiy, quvvatli yemak-ichmaklari va Uyg'urlarning ilmiy oziqlanish odatlaridan deb qaragan bo'lsa-mu, eng muhim omil yanala Uyg'urlarning qimmat qarshida va shu qimmat qarash shakllantirgan turmush shaklida edi. Uyg'urlar o'z e'tiqodi va hayotga bo'lgan umidvorligi bilan mehr-muhabbatlik va sog'lom jamiyat barpo qilgan edi. Uyg'urlarning qimmat qarshida foydali ish bilan ziyonli ishlar, nima yeyish, yemaslikka bo'lgan narsalar, axloq va qimmat qarashlarga singib ketgan edi. Dehqonlarimiz kunduz ro'za tutib, kashlari tarovidan keyin mashrab o'ynab, o'mlik, xo'shallik ichida hayotini davom qiladi. Uyg'urlardagi hamma odamni o'z ichiga olgan, hamma odamga teng barobar muomala qilinadigan, ko'ngillarga xo'shallik beradigan bu xil madaniyat boshqa yerlarda kam uchraydi. Shunga Uyg'urlar sog'lom yashab, uzun umr ko'rgan edi. Yaqinqi vaqtlardan beri lagerlarda jon o'zgan, lagerlardan chiqib jon o'zgan, lagerlarga kirmagan bo'lsa-mu tuyuqsiz o'lib ketayotganlarning soni shiddat bilan ko'payib ketdi. Vatandagi qarindoshlarimiz hatto atrofida har kuni yuz berayotgan bundaq o'limlarga inkos bildirishga ulgurib bo'la olmaydigan, bundaq hodislarni odatdagi ishlar deb hisoblaydigan ahvollarmi shakllandi. O'lib ketayotganlarning ko'pinchisining yoshlar va kichiklar ekanligini nazarga olganda, Uyg'urlar jismoniy jihatdagi qiyin qistoq va jafodan emas, balki ruhiy jihatdagi zarbalardan, xotirjamlik va xushallikning yo'qligidan o'lib ketayotmoqda. Vatandagi nisbiy bir xotirjamlikning yo'qolishi muajiratda Uyg'urlarning hayotiga zo'r darajada ta'sir qilgan bo'lib, Uyg'urlar duch kelayotgan nurg'un masalalar qimmat qarashlarimizdan yiroqlashib ketganligimizdan bo'layotidi deb tushunishga bo'ladi. Uyg'ur bo'lib yashash uchun Uyg'urcha qimmat qarash bilan yashash kerak. Agar qimmat qarashlarimizni yo'qotib qo'ysak, biz hamma narsamizni yo'qotib qo'yamiz.